Şöhrende mağaranlar patiyen götürsüler. 50 binden beri ameliyat neyden neredeyken hazır göremiz. Lekin ondan elde obunaçılar sıra like'ını basamız. Like'ını basmışımız. Eldinden aytıp ötemen bir hafta ameliyat ediyor. Şunun için danış bilişlerinize yakınlara videonu tarqatacaqlar maksimalni. Bir hafta. 99 min so'mdan başlanadı. 250 min so'mgacha har xil assortimentlari bor. Endi Ahmadjana hazratsa bizani obunachilarimiz hazratsin. Hazratsa xalq hazratsin. Qo'yaman 50 minglik aks. Qarasa ko'rsadik bularni ketdi. Biz 90 min so'm 55 dan qo'ysak edim, obunachilarga bulanam 50 min so'mdan qo'yib beraman. Bular ham 50 ming so'mdan. 50 min so'mdan qo'yib. Obunachilar nima bu yoqda turki 50 ming bo'lib qoldi bu yer. Inglar nazar. Navro'z bayramida o'zgacha bo'lib ketaman desanglar inazlarni kutib turibdi bu. Ina yerda turetskiy 9 dan ham bormi? 99 min so'm, 89 min so'm. Ya'ni 180 mingniki 99 min so'm, 170 min so'mliklari esa xil turlari bor. Klassik, sportivniy narxlarına gələdon bolsaq 160, 170 min so'm satıladanları obunachilarimiz uchun endi 150, 140, 139 amaman. Şimdi Rahmatjana qarang, foydasi kerakmidi? Xalqimiz tapqanın to'ya buyursin dedi-ku. Xalqimizni shu to'ya nasib etib turgan ekan, bizdan ham bir ozgina bo'lsam hissamiz qo'shilishi uchun. Yine obunachilar endi bu gaplar foydasi uchun emas. Bu gaplar uchun obunachilar endi videoni yo'llarga tashab qo'ymasa bu ishni 120, 140 min so'm satadik. Obunachilarimiz uchun endi 100 ming, 99 ming, 89 min so'm emas. Narxi 185 min so'm obunachilarimiz uchun 180 min so'm obunachilar. Sizlarga 150, 140 min so'm emas, 130 ming ham emas. Taxminat ko'ringlar. Obunachilarimiz buni danishlarga podlisab tashlaymiz, like bosib tashlashni unutmaymiz. Amandana menti ko'p berdi. Obunachilar. Jura kelsalar o'zini ko'ngli yoqqan tavuq oladilar. Salbeda. Jo'ralar kelsa, qarang. Jo'ralar kelsa bir remini galstuki, keyin tuflisini ham podarka etib beramiz. Kompransi bulara tushadon, somkalarimiz ham ayol qizlarimiz uchun zo'r somkalarimiz keyin. Assalomu alaykum kanalimiz obunachilar, bugungi videomiz obunachilar Optim joyidan kiyim-kechaklarni topdik obunachilar. Yurtlarning assortimentlarim ko'p. Bellan ham ko'rsatgan obunachilar. Assortimentlarim ko'p. Obunachilar, kanalda yangilar obuna bo'lamiz, bir like bosib qo'yishni unutmaymiz. Endi men mezin tushuntiradigan bo'lsam obunachilar. Obunachilar, ro'za Ramazon oyida 10% dan 30% dan skidga boshlandi obunachilar. Novga deydigan bo'lsanglar, Notujoy patologlarimiz menzilni tushuntiradigan bo'lsa, Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumanida ana orientirni yo'lini tushuntirib bering obunachilar. Obunachilar, To'rtko'l mechitini, To'rtko'l bozor eldindan keladigan yo'limiz bu. Kelaverishda bozor u chap taraflarida ofisimiz. Bu yandan keladigan bo'lsak, 40 Qo'vrot tarafdan Turkmaniston olib kelib aytiladi ber. O'tgan yillarni yana yo'lni bo'yida ko'rsatib berar. Notujoy patolog. Ro'za Ramazon oyida obunachilar menzilni tushuntiradigan bo'lsam, bu yandan kelsak, Bo'ston bozor tarafdan keladigan yo'limiz bo'yida. Svetoforum bor. To'g'ri kelaversalar, yozilib turibdi o'zina Firdavs. Optimlarda kiyimlar dedi. Ben yine ipotekalar ko'pchilik biladi bu yerni. Evet, shaq-shaq ham bo'lib ishlab turgan do'kon bu, xudo xolasa hozir. Endi obunachilar bu yerdan narxlab o'tiribdi, ichkariga birgalikda ko'rib chiqamiz. Ichkariga girsak, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Rahmatjana yaxshimisiz? Assalomu alaykum Firdavs obunachilari, bizning hurmatli mijozlarimiz, Rahmatjon show kanali obunachilari. Bugun Firdavs Optimni toza filialidagi aksiyalarni, skidkalarni, ya'ni do'konimizda aksiya skidkalarni tanishtirib o'tsak. Yangiliklar bormi bugun? Aksiyaning zo'rlari bor, Rahmatjon. Aksiyaning zo'rlari. Eldinden bir like bosib qo'ysalar, xudo xolasa video davomida ko'rib boraveradilar. Esa boshlasak. Xo'p, qarang, mavsum uchun yangiliklar koftalarimiz, obunachilarimiz uchun eng oxirgi urfdagi original Pekin mahsulotlaridan yetgan do'konimizda bularning narxlarini 105 ming so'mdan aytib qo'yamiz, 160 ming so'mlik koftalarimiz. Pastki xatorimizda Yurttransning Bishkek original koftalarimiz bor. Ayol qizlarimiz uchun mavsum bor. Har xilidan gullilardan ham bor. Bularning Yurtranlarsi hammasini narxi 160, 170 ming so'm sotilgan. Rahmatjon bizning obunachilarimiz, mijozlarimiz uchun 105 ming so'mdan narxlarni qo'yganmiz. 105 dan qo'yamiz. 105 ming so'mdan. Bu yerda mavsum uchun jinsovkalar ham kelgan, Yurttransning Qashli. Xo'p, bular ham 2025-yil kolleksiya yangiliklarimizdan. Buni ham narxini 170-180 ming so'mdan satılıb turan narsalarimiz obunachilarimiz 119 ming so'mdan atib qo'yib beramiz bularni ham Rahmatjon. 180 dan satib turadi. 180 dan satib turadi. Obunachilarimiz uchun 119 ming so'mdan atib beramiz. 119 ming so'm hozirgi obunachilarga kanalni adını aytib berasizlar, shu vaqtda olib ketizlar shuni. Keyin Xitoy fabrikli bo'lgan original zaketlarimiz ham kelgan do'konimizda. Bular ham narxlari
narxına etibar etamiz. Adli bir koftanın puluna 125 min so'mga skidka narxlarda berib turibmiz. Undan boshqa obunachilar, bu yerda ko'rib turganingizdek klassik kostyumlarimiz Turkiya, Pekin, ya'ni bu yerda original mahsulotlar. Narxlarni aytib o'tadigan bo'lsak, mana Pekinning original kostyum shimlari. Xo'p. Obunachilarimiz narxini aytadigan bo'lsak, 550 min so'mdan sotilgan. Narxi 369 min so'mdan aytib beramiz obunachilarimiz. 550 sotilgan. 369 min so'mdan. Ana, har xil rasvetkalari bor, buni ko'rib turganingizdek. Keyin bu yerda Turkiyalari bor. Sistem turetskiy kostyum yubkalarimiz kelgan. Bu o'quvchilarimiz ham yetadi. Xo'p, narxini keladigan bo'lsak, narxlarini garantiya, kачествосini ham garantiya, turetskiy 850 min so'mlik kostyum yubkamizni obunachilarimiz uchun 700 ming ham emas, 680 min so'm ham emas, 619 min so'mdan aytib beramiz buni. 619 dan. 619 min so'mdan. Endi qarang, rahmatjana, o'rtacha rassen adam turetskiylari bor, 750-800 min so'm sotilganlari obunachilarimiz uchun 529 min so'm. O'zi 500-550 min so'm sotilgani bo'ladigan bo'lsa, 385 min so'mdan. Yana obunachilar. 385 mingdan. 385 min so'mdan. Ularning har xil rasvetkalari bor. Keyin yurtransi bulara tushadigan somkalarimiz ham ayol qizlarimiz uchun zo'r somkalarimiz kelgan. Narxini e'tibor etamiz. 140-150 min so'm sotilib turadigan somkalarimizni obunachilarimiz uchun 130-140 yoki 125 ham deymiz. 99 min so'mdan somkalarni xarid etishlari mumkin. Mana obunachilar. Keyin kiyim mos somkalar ham bor. Kiyim mos somkalar ham bor, 99 min so'mdan. Undan boshqa har xil bu yerda assortimenti ko'p. Tanishtirib o'tadigan bo'lsak, ana shu modellar ham 125 ming, o'zi 188 ming so'm sotiladigan model. 125 ming so'm Firdaus Optimdan xarid etaverasizlar, obunachilar. Endi kostyum shimlarni aytdik, endi Amerikaniki koftalarimiz yangiliklardan mavsum uchun. Bular ham Xitoy fabrikni bo'ladi. Kачествосына garantiya cho'zilib, chalchayib qolmaydi, yuvgandan keyin ham rangi chiqib ketmaydi. Bularning ham narxini yesak, o'zi 140-150 ming so'm sotiladi. Obunachilarimiz uchun 99 ming so'mdan bor, keyin 89 ming so'mdan ham bor. Bularning ranglari bilan tanishtirib bersak, rahmat sana. 99 mingdan bor, 89 dan ham bormi? 99 ming so'm, 89 ming so'm. Ya'ni 180 mingniki 99 ming so'm, 170 ming so'mliklari esa 89 ming so'mdan. Yine obunachilar, bu gaplar uchun like bosmasak bo'lmaydi obunachilar. Ya'ni o'zi oxirgi marta 150 ming skidkaga tushirdik, undan ham tushirib tashladik narxini yana. Ko'rib olarsiz. 89 ming so'mdan. Har xil rasvetkalari bor obunachilar. Men shunga o'tib olayinda. O'ting. Bemalol. Necha so'mdan deng bularni? 89 ming so'm. 89 minglik bularni. O'zi 150 ming oxirgi marta tushirdik, yana tushirib tashladik. 89 ming so'm bo'lsa, obunachilarimiz bo'lsin-da. Xo'p, bu yerda kostyum shimlarimizning yana boshqacha svetlar ham bor. Bularni xudo xolosa dukanimizga kelib ko'rsalar, yeb ko'rib olaveradilar. Narxlarini aytib o'tadigan bo'lsak, obunachilarimiz shu ko'rib turgan modellaringiz ham 450 ming so'm sotilib turgan modellar edi. Yo'q, yana bu modellar ekan. 450 ming so'm sotilib turgan modellari 329 ming so'mdan aytib beramiz obunachilar. 329 dan. 329 ming so'mdan. Obunachilarimiz. Keyin bu yerda pijakni o'zi ham bor, kostyumni o'zi ham. Har xil rasvetkada kostyumni o'zi ham bor. Keyin bu yerda yo'transi ko'ylaklarimiz, jinsi ko'ylaklarimiz ham assortimentlari juda ko'p. Bayrambob assortimentlar, yangiliklar ko'p kelgan. Bu yerda xalatlarimiz ham bor. 99 ming so'mdan boshlanadi, 250 ming so'mgacha har xil assortimentlari bor. Endi ichkari tarafdan, bu tarafdan bir reklama aytamizda, asosiy yangiliklarimiz Muskoda. Muskoda. Bu yerda milliylarimiz ham bor ekan bu yerda. Milliylarimiz ham bor. Milliylarimiz ham narxi 230 ming so'mdan xarid etaveradi obunachilarimiz. Yine 230 dan. Milliy. Milliylar. Assortiment obunachilar bu yerda dim ko'pina. Har xil mavsum uchun ko'ylaklarimiz ham bor. Narxlar bilan ham bir daromad tanishtirib o'tib ketsangiz, bularning narxlarini ham aytib o'tib ketaveramiz yana. Qani ayt. Ana shu ko'rib turganlarimiz Xitoyniki fabrikniy narsa. 220-240 ming so'm sotiladi. Obunachilarimiz uchun bo'lsa 159 ming so'mdan aytib qo'yamiz. 159 ming so'mdan. Xo'p, yangiligi bu yerda yana 450 ming so'mlik kostyum ko'ylaklarimiz ham. Bularning narxini ko'rsangiz 329 ming so'mdan obunachilarimiz. 329 ming so'mdan. 329 ming so'mdan. Bu yerda hozir har birini tanishtirib o'tiramiz desak, vaqtimiz ko'p ketadi. Bular ham 159 ming so'mdan obunachilarimiz xarid etaveradi. Oxirgi urfdagi yangiliklarimiz.
Xo'p, bu tarafda oyoq kiyimlarimiz bor, rahmat sana. Keyin chalurlarimiz, yubkalarimiz, jaketlarimizdan oxirgi urfindagilari yana ham favtor 350 ming so'mdan 219 ming so'mga tushgan. Bunda tigrovkali yangilik modellarimiz ham kelgan. Narxi 350 ming so'mdan sotiladi. Obunachilarimiz uchun bo'lsa 219 ming so'mdan aytib qo'yibmiz. Mana 219 ming so'mdan. Ha, 21-mart Navro'z bayrami munosabati bilan. Ayollarimiz Navro'z bayramida shu Navro'z kayfiyatida Navro'z o'xshab chiroyli bo'lib yurayman desalar, shu yerda skidkada kiyib ketaveradilar bu. Bemalol. Bu yerda endi yubkalarimiz ham tanishtirib o'tib ketik. Bu yerda Bishkek, Turkiya, Xitoy har xillari bor. 79 ming, 89 ming, 110, 120 ming so'mdan har xil modellari bor. Rahmat sana. Halol obunachilarimiz, ayol qizlarimiz jinsovki deydigan bo'lsa, jinsovkilarimiz ham 200 ming so'mlik jinsilarimiz 126 ming so'mdan. 126 dan. Ranglar ham bor, har xil. Ranglar ham bor. Gelib ko'raradilar. 126 ming so'mdan. Qora deysizlarmi, sariq, go'kir har xildan bor ekan. Obunachilar. Keyin bu yerda undan ham arzonchiroq modellari bor obunachilarimiz uchun. Bu yerda yana bular ham 129 ming so'mdan har xil svetlari kelgan yangiliklarimizni yubkalardan. Keyin bu tarafda chalurlarimizni skidkaga tushirib qo'yibmiz. Jenskiy shimlarimiz ham har xil turlari bor. Klassik, sportivniy narxlarına keladigan bo'lsak 160, 170 ming so'm sotiladanlari obunachilarimiz uchun endi 150, 140, 139 ham emas, 96 ming so'mdan xarid etaveradilar. 96 ming so'mmi shu? 96 ming so'mdan. Svetlari ko'p. Noda debdi bulayna. Razmerlari bayna. 96 ming so'mdan kelaverasizlar. Navro'z bayrami munosabati bilan ibada oyoq kiyimlarimiz ham har xil assortimentlari bor. Bular ham oyoq kiyimlari qarang, obunachilar kellang aylanib ketadi, buni qarab turib qaysini olsam ekan deb o'ylanib, bu yerga qaranglandi. Makasilarimiz original, ko'jalarına garantiya bo'lgan, sistik ko'ja oyoq kiyimlarimiz. Narxlari bo'ladigan bo'lsa, o'zi abishni 120, 140 ming so'm sotadik. Obunachilarimiz uchun endi 100 ming, 99 ming, 89 ming so'm emas, 72 ming so'mdan. 72 ming so'mdanmi? 72 ming so'mdan. Obunachilar. Mana qara yemen dedi ondan qarasi bor, malushni yemen dedi ondan malushni sveti, oqi dedi ondan bo'lsa oqlar ham bor. Bu yerda moda tepdi muagara. Har xildan bor. Shunda tuflilarimizdan bir qator ko'rsatib beramiz. Yangilik tuflilarimiz ko'p kelgan modeli. O'kchalar ham dahshat. Вечерниlar uchun ham. Qarang, rahmat sana obunachilarimiz. Videoni shu yerdan yoqadigan bo'lsa, like bosasizlar, kommentariya izohlarda kutib qolamiz. Videoni manfaatli bo'lishi uchun tanishlansa, yuborib qo'yinglar. Chunki xalqimiz uchun bo'lsa, sizlarga bo'lsin deb 250-260 ming so'm sotiladigan tuflilarimizning narxini taxmin etib ko'ring, 200 ming, 190, 180 ham emas, 150 ham emas, rahmat sana. O 150 ham emas. 150 ham emas. Oddiy makasini pulini 120 ming so'mdan qo'yibmiz. Obunachilar nima bo'libdi? 120 ming so'm bir makasini pulini. Har xil rasvetkalari bor. 120 ming so'mdan o'chchaga. Bu yerda undan ham boshqa yana 300-350 dan ziyod sotiladanlari. Bular ham 120 ming so'm obunachilarimiz uchun. Bayramda kiyinglar nazar. Navro'z bayramida o'zgacha bo'lib ketaman desanglar, inazlarni kutib turibdi bu. Bu yerda turetskiy oyoq kiyimlarimiz ham kelgan, qarang. Narxına gelsak 450-500 ming so'm sotiladigan oyoq kiyimlar obunachilarimiz uchun 299 ming so'mdan aytib qo'yganmiz. Ino obunachilar mana qarang, noda turibdi bular. 299 ming so'mdan har xil rasvetkalari bor bu Turkiya oyoq kiyimlarimiz ham. Xo'p, videoni ko'p uzoqlashtirmaymiz. Bu tarafda detskiy bo'limimiz yangiliklar kelgan. Qana bu yandan ko'rsatdik avvalgida bo'shada duvib qopti bu obunachilarni. Bayram mos. Chiroyli kostyumga yo'naklarimiz kelgan. Narxi 185 ming so'm, obunachilarimiz uchun 135 ming so'm. Jajji qizaloqlarimiz. 135 ming so'm shu. 135 ming so'mdan ena. Obunachilar. Ana bunda undan boshqa modellar bor. Bularning narxlari bo'lsa 200-250 sotiladi. Obunachilarimiz 169 ming so'mdan aytib qo'yganmiz narxini. 169. 169. Obunachilar menga qarang. Har xil imunda kattalar ham bor ekan. Bularning narxini aytib o'tadigan bo'lsak 250-280 sotilgan, chunki etaklar ham yaxshi xilisi Xitoy fabrishniy bo'ladi. 350 ming so'm, 300 ming so'm emas, 250 emas, obunachilarimiz uchun 209 ming so'mdan aytib qo'yibmiz buni. 209 ming so'mdan. Ha, chunki bulari katta razmerlari. Bu yerda bo'lsa sportivkalarimiz ham har xil modellari kelgan. 155 ming so'mdan trikolari bilan. Yine obunachilar sizlar. Obunachilar. Gelib ko'rib xarid etaverasizlar. 100 marta eshitgandan 1 marta gelib ko'ring yaxshi. Bu yerda dim detskiy o'zlarimiz ham ko'p. Bu taraflarda ham har xil bayna o'g'il bolalar uchun troykalar deysizlarmi, qiz bolalarimiz uchun yana yangilik. Qarang.
Bam Xitoy fabrikniy mahsulotlarimiz bo'ladi. Bularni narxi bilan tanishtirib o'tadigan bo'lsak, rahmatjon. 200 ming so'm ekan, 162 ming so'mga qo'ygan ekanlar. Obunachilarimiz uchun 150 ming so'mdan aytib beramiz. 150 ming so'mdan. 150 ming so'm. Hazratsin shu bolajonlarim sizatsin-ku. Hazratsin bayramda bolajon. Bayramda o'zgacha bo'lib berman desa, bolajonlaring ina ko'rib turganlaringni, bunga qaranglar, gelin yo'nakda gelin yo'nak o'xshaganlarni olaman desanglar berdaylar. Yo'q, undan boshqacha istesang ina obunachilar. Xo'p, rahmat sana. Ina berda har xil yana 215 ming so'mdan ham Xitoy fabrikniy bo'lgan dvoykalarimiz ham degan. Bularni o'ylaydi. 300 mingdan yuqori sotiladigan original modellari 215 ming so'm. Bu yerda yana oyoq kiyimlarimiz ham, krossovkalarimiz ham har xil modellari bor. Makasilarimiz ham bor har xili. Bularni ham narxlari bilan tanishtirib o'tib ketsak, obunachilarga qarang, oyoq kiyimga qaranglar. 180 ming so'm ekan Xitoy fabrikniy mavsum uchun har xil rasvetkalari bor, ko'jalar ham garantiyli. Buni narxini qarang, 180 ming so'm. Obunachilar, sizlarga 150, 140 ming so'm emas, 130 ming ham emas. Taxminat ko'ringlar qani? Necha so'm deymiz ekan? Ular uchun amina. Ko'rib turibsizmi? Obunachilar bularni sizlar uchun narxini 115 ming so'mdan aytib qo'yganmiz atiga. 115 mingdan. 115 ming so'mdan. Ayol obunachilarimiz bu Firdavsni toza filialida. Ayol obunachilarimiz buni donishlarga podpисать tashlaymiz, like-ni bosib tashlashni unutmaymiz. Amandana zo'r sportivniy desa sportivniy, klassik desa klassik ham tushiradi. Makasilarimizdan ham har xil rasvetkalari bor. Yine obunachilar. Jenskiy yo'naklarimizdan ham yangiliklar ko'p berdi. Yana 150 ming so'mdan yana obunachilar. 150 ming. Bayram munosabati bilan faqat sizlar uchun Firdavsning yangi filialida yaxshi zamonaviy chiroyli yo'naklarimiz ham 200 ming 220 ming so'm sotiladi. Obunachilarimiz uchun 150 ming so'm, baring 145 ming so'mdan aytib beramiz obunachilarimizga. Yine. Gelarasizlar. 145 ming so'mdan. Keyin hamda oxirgi urfdagi ko'ylaklarimiz ham yetgan. Bularning narxini ham aytib o'tadigan bo'lsak, 199 ming so'mdan svetlari bilan bor ekan yana. Obunachilar. 199 dan. 199 ming so'mdan. Obunachilar bu yerda kiyim-kechakni xohlagan turini olsanglar, oyoqlaringga xohlagan tur tushadigan shunga oyoq bilan kiyimlari bor bedayna. Potenkalar. Mavsum uchun yangiliklar. Zo'r yetadi. Rahmat sana. Bularning narxini aytib o'taylik shu yerda. Buni aytib boshqacha bular. 220 ming so'm, 185 ming so'm. Dimskit kati biz 150 ga qo'ydim. Bo'lsa xalqimiz bo'lsin, bayramda hazat yeysinlar. 115 ming so'm obunachilar. 115 ming so'm. 115 ming so'm saylab obunachilar, bunga qaranglar. Xo'p, bu tarafdagi yo'naklarimiz ham ko'rsatsang, rahmat sana. Hozir bu jenskini aytib o'tamiz desak, model ko'p, turi ko'p, vaqtimiz ko'p ketib qoladi. Chalburlarimiz ham bu yerda ko'rsatgan chiqarsiz. Keng assortimentlari, jensovki chalburlarimiz ham har xillari bor. 145 ming so'm, 135 ming so'm, 110 ming so'mdan har xil assortimenti ko'p berdi. Obunachilar. Injira kelsalar o'zini ko'ngli yoqqan topib oladilar. Saylab olaveradilar. Endi musiqa bo'limimizni bir chiroylatib obzor etsak. Ina obunachilar. Endi esa yuqoriga yetdik. Bu birinchi etaj ayollarimiz uchun, ikkinchi etaj o'g'il bola uchun. Ishdan to'g'ri kelsa. Xo'p, yangiliklarning eng zo'ri ikkinchi etajimizda. Rahmat sana. Eng zo'ri ikkinchi etajda. Ikkinchi etajdan yetdik. Bir bolalarning bayramda xursand edik. Yuqori chiqdi, xudo xolasa. Xo'p, kiraverishdan boshlaymizmi? To'rdan boshlab kelaylik. Oynak tashib, to'rdan boshlab qaytdik bu yerga. To'rdan boshlab kelaylik. Xo'p, quyosh tushib yotgani yo'qmi? Zo'r ko'rinadimi? Qani, havo ko'rinadi bular. Qarang, mavsum uchun pidjaklarimiz o'sha yerdan boshlanadi. Narxi 450-500 ming so'mliklari bor. Obunachilarimiz bo'lsa, bizning Rahmatjon Show kanal obunachilarini Firdavs mijozlarni, keyin shu videoga like bosib qo'ygan mijozlarimizga qarang. 450 ming so'm narxini 295 ming so'mdan aytib qo'yamiz, saylab olaveradilar. 450 dan sotilganlarmi? 450 ming so'mdan sotilganlari. Yine obunachilar 295 ming so'mdan. 295 ming so'm obunachilar nol o'tiribdi bu yerda. Keyin bu yerda endi italyanskiy kostyumlardan bir ko'rsatib bering. Yaxshi zo'r kostyumlarimiz ham giyingan yo'llarimiz uchun tozalanadi, yigitlar uchun.
Narxı 800 minglik ham bor, 750 minglik ham bor, 900 ming, 1 million so'mgacha narx bor buning ichida, Rahmatjon aka. Masalan, italyanskilar 1 million so'm o'zidan narxi. Buni bo'lsa xalqimiz bo'lsin skidga, bo'lsa Rahmatjon Show kanalida bo'lsin skidga. Qarang. Bizning Firdavsning ikkinchi filialına keladilar. Saylab olgani 659 ming so'mdan. Saylab olgani 1 million so'm. Saylab olgani. Obunachilarni o'tib qaqramayman dey. Aynen. Endi hozir Ro'za Ramazon tamom bo'lsa, to'y boshlansa. Ha. Şurada jo'ralar kelsa chiqib bo'ladi bu yerda. Jo'ralar kelsa, qarang. Jo'ralar kelsa bir remini, galstuki, keyin tuflisidan podarka etib beramiz. Komplekt keladi ular uchun. Ha, komplekt. 3-4 jo'ra kelsa, hozir shu to'y bo'layotgan shuni kiyinamiz desa, podarkalar shu aytilgan podarkalar bor-ku. Bor, bir remini ishodan keladi-da, men qo'lini tutmayman, selaganni, xalosa 50 minglik remini olsin, xalosa 70 minglik remini olsin. Bir dona remini, bir dona galstuki, keyin yerda geojoralarga komplekt etib, chiroylatib, tufli taxlab beramiz obunachilar. Obunachilar endi kuyov bola bo'laman degan jo'ralarga mana obunachilar tashab qo'yadigan yeri keldi mana obunachilarga. Nechun endi Rahmatjon aka, qarang, foydasi kerakmidi? Xalqimiz tapqanin to'yab yursin dedi-ku. Xalqimizni shu to'ya nasib etib turgan ekan, bizdan ham bir ozgina bo'lsam qissamiz qo'shilishi uchun. Ini obunachilar endi bu gaplar foydasi uchun emas. Bu gaplar uchun obunachilar endi videoni jo'ralarga tashab qo'ymasa bo'lmaydi endi buni. Rahmatjon endi qarang, bu tarafda endi gün salqinlar yetib endi sezon boshlandi-ku, yengillashish kerak. Yupqa sviterlarimiz ham kelgan, qarang. Obunachilarimiz 160 ming so'm sotilgan, rasvetkalari iberachayna kelib saylab oladi, qarang, Rahmatjon. O bir sanasam bir 15 xil modelini 110 ming so'mdan atib qo'ydim obunachilarimizga. Şöyle görüp duranlarını. Endi onu ham qimmat dedi obunachilarimiz bo'lsa 95 ming so'mdan yana 1 2 3 4 5 6 7 xili 95 ming so'mdan gelip saylab olaveradilar. 7 xili 95 ming so'mdan. 95 ming so'mdan yana materialni ham tutib ko'ring. Hozir mavsum uchun. Asfaltga qalin narsa emas. Yengil yupqa finkalar. Materiallar ham zo'r. Endi qarang, bu yerda bizning dukanimizda aytib o'tdik-ku, Xitoy, Turkiya mahsulotlari, original mahsulotlar. Bu yerga kelasiz, Livali brend chisti Turkiya finkalarimiz ham bor. Bu finkalarimizning narxi 250 ming so'mdan sotiladigan finkalarimiz obunachilarimiz uchun 169 ming so'mdan. 250 sotiladiganlar. Obunachilarimiz uchun 169 ming so'mdan Turkiya. Aynan. Gelib yeyib ko'rib olaveradilar. 169 ming so'mdan. E'tibor etamiz seni. Etiketkalari bilan ham. Obunachilar bitta assortimentim ko'p, qaranglar. Modellar ko'p. Endi qarang. Rahmatjon aka, bu yerda endi chalurlarimizni ham aytib o'tdik. Shundan keyin vaqtda chalurlar ham keng assortimentlari bor, xudo xolasa. Bular ham turetskiy chalburlarimiz 250 dan tepa sotiladigan chalurlarimiz. Obunachilarimiz uchun 219 ming so'mdan. Endi qarang, o'zi bozorda obishni 180-170 ming so'm sotiladigan chalburlarimiz obunachilarimiz uchun 139, 129 ham emas, 105 ming so'mdan. Obunachilar 105 ming so'mdan. 105 ming so'mdan. Inesilari. Buni har xil svetlari bor, bir dona, ikki dona emas, saylab kelib kiyib ko'rib olaveradilar. Ha, svet ko'p. 105 ming so'mdan. 105 ming so'mdan obunachilar. Bu yerda yana dim zo'rda ham 200 ming so'mlik chalurimiz ham 129 ming so'mdan. Obunachilarga qarang. Xo'p, Rahmatjon aka, endi bu yerda zo'r chalburlarimiz bor. Pikas brendidan stretch material bo'lgan, rangi chiqib, chalchayib, cho'zilib qolmagan chalburlarimiz ham brendidan e'tibor etamiz. Pikas bo'ladi. Stretch bo'ladi. Bu chalurni o'zi ko'pchilik sevib kiyadi. Bahasi narxi 185 ming so'm. Obunachilarimiz uchun 1 2 3 4 5 sanab ketarikmi? Sanab ketaver. 6 7 8 9 10 xatar bo'ldimi? 10 xatar. Ana bu ustam 10 xatar bo'ldimi? 20 xatarmi? O'sha yerdan saylab olgan chalurlarni obunachilarimizga 180 minglik chalurlar e'tibor etinglar. Firdavsning yangi filialida 105 ming so'm. İşte 20 dedikmi? 20 xil assortiment. 20 xil assortiment 105 ming so'm. 105 ming so'mdan yana. Bo'lsa xalqimiz ham bo'lsin yana. Bu yerda klassik Yemen degan aka-ukalarimiz uchun ham har xil turdagi rubashkalarimiz bor. Ular ham ko'raverasiz. Medalyon firmaniki bo'ladi, turetskiy bo'ladi. 280 ming so'm sotiladiganlari, bularning ham 100 ming so'm skidkasi bilan 189 ming so'mdan xarid etaveradilar. Inovatsiyalar. Bu yerda jinsovkalar ham bor. Bu tarafdan ko'rsatib beraylik, Rahmatjon aka.
Men shundan o'taman. Qarang. Obunachilar. Buna mena 220, 240 satıladi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 xil modellar. Qarang. 17 xil. 200 ming, 220 ming so'm satib o'tiribmiz. Pekin, Turkiya mahsulotlari. Xitoy, Pekinniki ham bor, turetskilar ham bor. Hammasi 175 ming so'mdan obunachilar. Obunachilar hammasi 175 dan. Hammasi 175 ming so'mdan. Obunachilar nima bo'ldi bu deydi. Bular original mahsulotlar. Shu ham e'tibor etamiz. Originali. Originali. Ina qarang, bu yerda yana 220 ming so'mlik seturlarimiz ham 158 ming so'mga tushirganmiz. Endi qarang, obunachilarimiz uchun bu yerda mavsumga to'g'ri keladigan jaketlarimiz yangiliklardan narxi 99 ming so'mdan. Har xil rasvetkalari bor. Rahmat sana. Keberda yeng kaltalarimiz bor. Qani. Yine obunachilarning bu yaqinda yoz sezoni yeng kalta deysizlarmi, xalaqamdan Pekin mahsulotlari, original tovarlarimiz zo'r bo'ladi. Xibishli material. Narxini keladigan bo'lsak 170 ming so'm edi. Buni ham obunachilarimiz uchun 115 ming so'mdan berib beramiz. 115 ming so'mdan. Mavsumiga narsalarimiz 115 ming so'mdan. Bu Firdavsning yangi filialida. Endi qarang, 115 ming. Bundan arzon vazin yo'qmi dedilar-ku endi. Undan ham arzonlari bor. Obunachilarimiz yana 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 xil model bor ekan. Obunachilar 120 ming so'mdan sotilib turgan modellarimiz har xillari bor. Faqat bizning kanal obunachilarni hamda shu sizning kanalingizdan ko'rib bizani yo'qlagan mijozlarimiz uchun hammasi 75 ming so'm. Hammasi 75 ming. 75 ming so'm. Ko'rsatganlarimiz 75 ming so'mdan saylab olaradilar. Yine obunachilar sizlar. Endi qarang, bu yerda vitrovkalarimiz. Pekin fabrishni narxi 400 ming, 300 ming, 350 ming sotiladigan yana kostyum bo'lib turadi, chiroyli, akkuratni vitrovkalarimiz ham bor. Bular ham o'sha yerda xatari bilan qarang, orqa chetinacha bahosini bir xilatib qo'yamiz. Qanchadan ham sanab ketadikmi? Eng kami 250 ming so'm sotiladi buni. Necha xatoni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, qarang. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 xil model bor ekan. 14 xil model. Buni obunachilar sonida emas, asosiy sifatida, kачествосында gapdi. Yana narxida emas. Birinchi o'rinda sifat. Kimga agar original, yaxshi, sifatli mahsulot kerak bo'ladigan bo'lsa, Firdavs do'konida original, kачественный narsalarni arzon olish imkoniyati bor. O'sha ko'rib turgan narsalarning hammasi 250 ming so'm sotiladi. Obunachilarimiz uchun 175 ming so'mdan saylab olaradilar. 175 ming so'mdan. Saylab olaradilar. Ko'rsatganlar, saylab olganlar obunachi. Yana gap saylab kelasizlar. 175 ming so'm. Endi undan ham arzoni yo'qmi deydiganlar uchun 139 ming so'mdan ham vitrovkalarimiz bor. 139 ming so'mdan. 139 ming so'mdan. Bu faqat Firdavsning yangi filialida. Endi qarang, rahmatjona, bizning 50 minglik aksiyamiz bor-ku. Hova. Shundan ham birini ishlab beraman obunachilarimizga. 50 minglik aksiya qo'yamiz-ku. Qo'yamiz yana, gel. Obunachilar. Qahramon senda patenka taraf o'tik, oyoq kiyimi. Bo'ldi, patenka o'tamiz. Qahramon. Evvellari bir 50 ming so'mlik aksiya qo'yib berdi ekan oyoq kiyimda. Bu sabab qo'yib bilamizmi? Aksiyami? 50 ming yo ba'zida xalqimiz 50 minglik bo'lsin, ha? 50 minglik. Endi adik sapok yetadigan sezon keldi, ha? Yoz sezon keldi-ku. Shunga bir mos 50 mingdan bir. Xo'p, yaxshi. Rahmatjona, azatsa bizani obunachilarimiz azatsin. Azatsa xalq azatsin, qo'yaman 50 minglik aksiya. Qarasa ko'rsatik bularni ketdik. Obunachilar, hozirda qiziq yeri keldi buni. Endi qarang, bu yerda oyoq kiyim bo'limimiz bizani. Oyoq kiyimni har kimni didinda endi, vidinda endi xohlagan modelida oyoq kiyim. Obunachilar oyoq kiyimlariga qarang, no'dat bitdi bu xatar. Topadi. Qarang, tanishtirib o'tamiz. Krasovkalarimiz 185 ming so'm sotilgan. Obunachilarimiz 115 ming so'm. Bir, bunda Zegna brendi 115 ming so'm. 2, bu Lacoste'ga addinni e'tiborati beramiz. Brendini ham oyoq kiyimni kачествосына biza bilasizlar, har doim arzon mahsulotni emas, yaxshi mahsulotni obunachilarimizga arzon narxda beramiz. 115 ming so'mdan. 115 dan. 115 ming so'm. Obunachilar, no'dat bitdi buni. Kelarasizlar. 115 ming so'mdan. Rahmatjanob, bu tarafdan oyoq kiyimlarimizning keng assortimenti bor. Mana qarang, mana qarang. Har xildan bor, ha? Har xildan bor. Tanishtirib o'tamizmi? Bir yarım danıştırıp ötekten so'ng 50'likni aytdik. Qahramonat cho'zib o'tirmaylik. Biz obunachilar kutib o'tiribmiz. Bo'ldi, yaxshi. Asayna, ko'ring.
Clark Türkiye Yemen deydiğinler üçün, sifatini sevadiğinler üçün 350 min so'mlik ayak kiyimlerimiz, 265 min obunachilarımıza. Türkiye. Bir yerde ise 170 min so'mlik orta segmentdagi ayak kiyimimiz, 115 min so'm obunachilarimiz üçün. Bularni az danıştırıp ötemen desem bir de her xil model var. Obunachilar, biraz danıştıraman desak videolarımızdan cho'zib ketadi. Setkilar ham keng assortimentlari kelgan. Setkilar ham bayna obunachilar beri o'zlaring gezinglar buni bir qator ko'rib o'zlaring ko'nglingiz yaqqanlarni olaverasizlar. Endi qahramon 50 min so'm ko'rsatman endi. Bo'ldi, rahmat sana. 50 min so'm dum arzon bo'lib ketmaymi ekan? Ya arzon bo'lmaydi, hazratsa obunachilarimiz hazratsin. Sababi hozir zavoddan 50 min so'm degan sal qiyinroq masala. Zavodda yo'q. Lekin Firdavs sabah qo'yib bilamiz shuni. Qo'yamiz obunachilarimizni. Qani to'xtatib, nereden qo'yamiz? Yeng, mana boshda bir konstitutsiyasini ko'rsating majdi. Ne? 100 ming, 105 ming sotilib turgan oyoq kiyim, makasi, mavsum uchun bahorgi, xohlasa ine krasovkini zo'ri darak tikilgan hozirgi urfdagi bahorgi mavsum uchun. Rahmat sana. Bular ham ine, mana qara. No'ratib turib. Sapokni yechib kiyib beradi u narsalarni. Original konstitutsiyasini ham gap yo'q. Rahmat sana. 3 vejlarimiz 75, 80, 100, 110lik vejlar bor. Şurada. Endi buni obunachilarga 50 mingdan beri beraman. To'xtanglar. Obunachilar, shu yerda menga qaranglar, patinga ko'tarsizlar. 50 mingdan beraman deydi, nerede ekan hozir ko'ramiz, lekin undan oldin obunachilar sizlar like bosamiz. Like bosib tashlaymiz. Oldindan aytib o'taman, bir hafta amal etadi. Shuning uchun donish bilishlar esa yaqinlara videoni tarqatib maksimalni. Bir hafta amal etadi. Chunki 50 ming so'mdan yo'q bu narsalar. 50 ming qara sezon uchun original mahsulotlar 50 ming so'm. Qana sezon uchun original, qani ko'rsating. Nedan nerada? Ne bu yerda qarasi polo modellari. Obunachilar menga qaranglar. Sarı Yemen degandan sarısı, qarasi jinsovki set jins chalurlar bilan zo'r yetadi. İberese 50 ming so'm. 50 ming so'm ko'radi. Obunachilar peskata qaranglar. 50 ming so'mdan uşaqlarning 50 ming. Ne bu yerdagilar ham 75, 85, 90 ming so'mlik oyoq kiyimlarimiz ham obunachilarim uchun 50 ming so'm bo'lsa halqa bo'lsin. 50 ming so'mdan. 50 ming so'mdan yine. Ulgurib qolamiz. Bularni 50 ming qo'yib bilamizmi biz? Qo'yamiz yine. 50 ming so'm shu. 50 ming so'm. Obunachilar menga qaranglar, noda turibdi bu. Mana ikkita turibdi 50 mingni. Xatarni obunachilar menga ulgurdi. Bir hafta amal etadi. Shoshilib qolamiz. Ne? Ha, o'zingizdan patenka so'rab turadi. Qana sen nima hozir aytdik 50 ming deb. Ha? O'zim hozir ikki ketib qissa borganda 60 ming demaysiz? Yo'q, 50 ming so'm. Ha, bizda aytilgan narx, aytilgan sena shuda turadi, uning gap yo'q. Obunachilar hozir men bitta men ham o'zim boshini boshlab o'zim olib ketaman asabidan. Sizlar ham shoshilib qolasizlar-a? Qassa borganda o'zgarib ketadigan bo'lsa, shu vaqtda Rahmatjonning kanalidan ko'rib deysizlar. 60 ming so'm o'zim boqadan chiqib qoladi. Shuni e'tibor etinglar. Xo'p, qarang endi Rahmatjon undan boshqa ham bu yerda detskiy podroskoy, qarang. Kelamiz için ham 55 ming so'mdan edi. Baring 50 ming so'mdan qo'yaman. O'zi 55 mingdan skidga qo'yacak edim. O'zining narxi 55 emas, o'zi 90 ming so'm. 55 dan qo'yacak edim. Obunachilarga bular ham 50 ming so'mdan qo'yib beraman. Bular ham 50 ming so'mdan. 50 ming so'mdan qo'yib. Obunachilar nima bo'lmayapti dedi. To'yga 50 ming bo'lib qoldi bu yer. Bu yerda xohlagan jaketlari 130 ming so'm edi. 80 ming so'mdan qo'yib beramiz. 130 ming edi, 80 dan qo'yib beramiz. 80 ming so'mdan. Bu yerda esa 100 ming so'mlik chalbirlarimizni bir chetidan 70 ming so'mdan atib qo'yib beramiz obunachilar. 100 ming so'mdan 65 mingdan qo'yib beramiz. 65 dan uşağı bir reminin o'zi 35 ming so'm turadi. Obunachilar 65 ming so'mdan keladilar, oladilar bir hafta skidkani. Bir hafta 65 ming so'mdan, 100 ming so'mdan chalur, 50 ming so'mdan sviter, 80 ming so'mdan jaket, baring 80 ming so'mdan sportivki beraman obunachilarimiz. 80 ming so'mdan sportga beraman, 80 ming so'mdan trikosi bilan. Chunki o'zi trikoni o'zi ham hozir 40-50 ming so'm bo'lib qoldi. Yine obunachilar 80 ming so'mdan trikosi bilan sportivki. Ulgurib qolamiz, aksiyamiz bir hafta amal etadi obunachilar. Obunachilar aytgan 50 minglik sizlar xatarli aksiya bo'lyapti. Aksiyamiz bir hafta amal etadi. Video chiqqandan keyin bir hafta amal etadi. Shoshilib qolamiz. Bu 50 ni obunachilar do'stlarga tashab qo'ymasak bo'lmaydi yerga.
Obunachilar pastga tushdikina, yuqorini ko'rsatdik, ayollarnikini ham ko'rsatdik. Obunachilar qahramon andoz men sirtda kelgan vaqtida bir velosipeddan ko'rdim bunda, bu yoqqa bir yozindi. O'zi mavsum uchun obunachilarimiz bilasiz, bizani Firdavs birinchi filialimizdan valli Colossi mashinalar boradi. Beramasa vallilarni tashkillashtirganmiz. Eng original kачественный vallilarni arzon narxda Firdavsning yangi filialidan ham topib biladilar. Siz ham o'zini ko'rsatdik, endi shularni ham ko'rsatdik, endi qolib ketmadi. Keyin bu yerda aytib o'ting, qarang. Uy uchun ayollarimiz uchun posuda gel, kir mashina gel, original zavoddan pod zakaz Firdavs Optim o'zimiz birinchi tushirilgan. Pod zakazda ishlangan. Zakaz bilan Firdavs deb kelib turibmi? Firdavs deb kelib turibdi. Eng qiziqi original mahsulotlar zavod narxida. Bu yerda nima bo'ladi? Jidkimilar bor, posuda gel bor, qozona qartiradan, avtomat kir mashinalarimiz uchun gellar bor. O'zimiz brend asosida chiqib turibdi. Zavod narxida. Zavod narxida yana. Kачествосына garantiyani. Yine Ular ham xarid etaveradilar. Firdavs Optim. Xonadoningizga kerak bo'lsa, освежителlar ham bor. Esi 6-8 soat turib beradi. Yine obunachilar qarang. Hamma narsa tapaslayna, yesanglar shöyle. Endi velosipedlarni ko'rsatgan yerga keldi. Keyin bu tarafda bo'lsa, rahmat sana. Ko'cha shamol ekan. Shamol raqamga sirt. Aziz sunnatchi bolalarimiz uchun ham bularning modeli dim ko'p, hammasini chiqarmaymiz. Ichanda bari skladimizda valli o'ta ko'p, kelib saylab olaveradilar. Yurtbiranlarni. Har xil iri balon degani iri balon, sportivniy, aydiman degani sportivniy. Yurtbiranimizning katta vallilar ham alyumin diskali yaxshi variantlar ham kelgan. Germanskiy velosipedlarimiz ham kelib turibdi. Bular ham arzon narxlarda xarid etadilar. Bu yerda Detskiy, Kalaskiy ot o'yinchoqlarimiz, soyabonlarimiz ham 350 ming so'mdan zo'r variantlari kelgan. Kichkina mashinalarimiz, samokatlarimiz 130, 140, 150 ming so'mdan samokatlarimiz bor. Keyin pultli mashinalarimiz ham hali assortiment ko'p kelgan. Bular ham bir qatoralik keyingi videolarda obzor etib beramiz. Obunachilarga mashallah valli samokat no kerak bo'lsa topsangiz bo'ladi. Hali mana izi ko'p-ku. Izi ko'p, hali skladimizda ko'p. Hozir gap tushirib turibmiz. Unda keyingi videolarda obunachilar qo'yib beramiz. Hammasini ko'rsatamiz, xudo xolasa. Bizani kuzatishda davom etasizlar. Esa obunachilar hamma Firdavsda kutib qolamiz. Bilmaganlar uchun biz yuqorida Firdavs deb yozilgan. Bu yerdan kelsak, Bo'ston bozor tarafdan yo'limiz yana o'zi. Yo'lni bo'yinda yozib turibdi. Bu yerda ipoteka tarafdan yo'l. Videoni obunachilar shu yerga kelamiz. Keyingi videoda görüşguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.